Assalomu alaykum. Men oliy toifali nevrolog Turg'un va Muhayya Erkinalimna. Bugun sizlar bilan ko'p uchraydigan nevrologik kasalliklardan biri bosh og'rig'i to'g'risida gaplashamiz. Bosh og'rig'i bu qosh tepasidan ensa sohasigacha bo'lgan sohada noxushlik yoki og'riq sezgisi bo'lib, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 90% dan ortiq odam hayoti davomida bosh og'rig'ini his qiladi. Har 100 ming aholini 79-83 mingtasi oyiga bosh og'rig'ini boshidan o'tkazadi. Undan 24 mingtasi 14 kun davomida oyiga analgetiklarga ehtiyoj sezadi. 9100 tasi esa davriy yoki doimiy bosh og'rig'i bilan yuradi. Undan 1600 tasi esa oyiga shifokorga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Undan 272 tasi esa bir oy davomida gospitalizatsiya qilinadi va davolash muolajalarini oladi. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu mavzuni qanchalik dolzarbligini ko'rsatadi. Aholini 7 kishidan bittasi, ya'ni 15-20% doimiy bosh og'rig'i bilan yuradi. Bosh og'riqlarini 200 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ularni ikkita katta guruhga bo'lib o'rganamiz. Bular birlamchi bosh og'riqlari va ikkilamchi bosh og'riqlari. Birlamchi bosh og'riqlar bular tenzion bosh og'rig'i, migren va klaster bosh og'riqlari. Ikkilamchi bosh og'riqlar esa qon tomir kasalliklari, jarohatlar, intoksikatsiyalar, metabolik va umumiy kasalliklar natijasida yuzaga kelgan bosh og'riqlari. Bosh og'riqlari bosh miyada og'riq retseptorlari yo'q bo'lib, bosh og'rig'i bosh miya mushaklari, asab tolalari, qon tomirlari va atrofdagi to'qimalarning qo'zg'alishi natijasida yuzaga keladi. Bosh og'rig'iga olib keluvchi omillar bular: bosh miya qattiq pardasi shikastlanishi bilan bog'liq kasalliklar, meningit, ensefalit, bosh miya absessi, bosh miya qon tomir kasalliklari, bosh miyaga qon quyilishlari, bosh miya o'smalari, hajmli jarayonlar bo'lib, bulardan tashqari bosh miya yuz sohasidagi kasalliklar, gaymarit, frontit, sfenoidit, etmoidit, pulpit, stomatit kabi kasalliklar ham bosh og'rig'iga sabab. Bundan tashqari, boshdan tashqarida joylashgan a'zolar, bo'yin osteoxondrozi ham bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Bunda bosh og'rig'i bo'yinda boshlanib, ensaga, qo'llarga tarqaladi, bo'yin harakatida og'riq kuchayadi, bosh aylanishi, ko'ngillanishi, hattoki hush yo'qotishgacha olib keladi. Xurujsimon og'riqlar ko'pincha migrenda kuzatilib, bu aholini 10-15% da uchraydi. Yaxshi sifatli bosh og'riqlar qisib turuvchi bosh kiyim kiyish, sovuq ovqatlar iste'mol qilish, uzoq vaqt zo'riqish natijasida yuzaga keladi. Bosh og'rig'iga olib keluvchi bir qator kasalliklar bo'lib, bular bosh miya jarohatlari, bosh miya qon tomir kasalliklari, insult, infarkt, suprarachnoidal qon quyilishlar, bosh miya absessi, bosh miya hajmli jarayonlari, o'smalar, endokrin kasalliklar, gipotireoz, qandli diabet, akromegaliya, metabolik buzilishlar, gipoksiya, giperkapniya, infeksion kasalliklar, meningit, ensefalit, gripp, o'pka yallig'lanishlari, sil, alkogol iste'mol qilish, turli xil intoksikatsiyalar bularning dastlabki belgisi bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ini kuchaytiruvchi omillar ob-havo o'zgarishlari, kuchli shamol, chekish, ichish, stress, uzoq vaqt bir xil holatda o'tirish, dimxonada uzoq vaqt ishlash, stress, kompyuterda uzoq ishlash hamda gipodinamiya bo'lib, bular bosh og'rig'ini kuchaytirishi mumkin. Bosh og'rig'i bilan qachon shifokorga murojaat qilish lozim? Hech qachon bo'lmagan bosh og'rig'i kuzatilsa, bosh og'rig'i ko'ngillanish va qusish bilan davom etsa, bosh og'rig'i bilan birga ko'rish, nutq va harakat buzilishlari kuzatilsa, qo'l-oyoqlarda quvvatsizlik kuzatilsa, bosh og'rig'i intensivligi va chastotasi ortib borsa, bosh og'rig'i 72 soatdan ortiq davom etsa, bosh og'rig'i portlovchi og'riqlar bilan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish lozim. Bugun sizlar bilan eng ko'p uchraydigan birlamchi bosh og'riqlardan biri zo'riqishdagi bosh og'rig'i, ya'ni tenzion bosh og'rig'ini ko'rib chiqamiz. Zo'riqishdagi bosh og'riq asosan xavotir, stress, depressiya natijasida yuzaga chiqadi. Og'riq asosan kaska kiygandaqa yoki halqa kiygizib qo'ygandaqa og'riq bilan davom etadi. Og'riq yarim soatdan 7 kungacha davom etadi, ba'zan bir necha haftalargacha davom etishi mumkin. Zo'riqishdagi bosh og'rig'ining asosiy belgilari: og'riq ikki tomonlama bo'lib, ensada boshlanib, boshni oldi tomoniga, frontal, parital va temporal sohalarga tarqaladi. Og'riq pulsatsiyalanmaydi, ko'ngil aynish, qayd qilish kuzatilmaydi. Og'riq asosan uyqu buzilishlariga, ishtaha pasayishlariga, ish qobiliyati pasayishlariga sabab bo'lishi mumkin. Stressdan tashqari og'riqqa jismoniy yuklamalar, uzoq vaqt bir xil holatda o'tirish,
pastki jag'ning kuchlanishi, umurtqa pog'onasi egriligi hamda aqliy va jismoniy zo'riqishlar sabab bo'lishi mumkin. Zo'riqishdagi bosh og'rig'ini diagnostikasida maxsus tekshiruv usullari yo'q. Bu kasallik asosan bemorning shikoyatlari, umumiy holati, nevrostatusiga qarab tashxis qo'yiladi. Bemorlarning shikoyati o'tkir yoki yengil og'riqlar bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi, uyqusizliklar bo'lishi, ba'zan fotofobiya, fonofobiya kuzatilishi bilan shikoyat qilishadi. Kasallikni davolashda asosan analgetiklar, miorelaksantlar hamda trankvilizatorlar ishlatiladi. Epizodik og'riqlarda mushaklar qisqarishi bilan bo'lganda, bunda bemorlarga miorelaksantlar va analgetiklar yordam beradi. Atipik benzodiazepinlar klonazepam va alprazolamni bir oy davomida dozasi pasayib borishi bilan tavsiya qilish ham yaxshi foyda beradi. Surunkali og'riqlarda asosan antidepressantlar ishlatiladi. Tritsiklik antidepressantlar kuniga 75 mg dan boshlanadi. Bu o'ziga yarasha nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun zamonaviy antidepressantlar bular sertralin, fluoxetin, paroksitin, escitalopram kabi preparatlar bo'lib, bular bir mahaldan 2 oy davomida berish yaxshi samara beradi. Kasallikni oldini olish uchun bemorlarga to'g'ri ovqatlanish, yetarlicha uxlash, stressdan ehtiyot bo'lish hamda ish rejimini to'g'ri olib borish yaxshi foyda beradi. Dori preparatlaridan oldini olish uchun kichik dozada antidepressantlarni uzoq vaqt davomida qabul qilish va magniy preparatlarini qabul qilish, vitamin va minerallarni qabul qilish yaxshi samara beradi. Sizda qanday bosh og'riqlar kuzatiladi? Izohlarda yozing. Keyingi videolarimizda boshqa bosh og'riqlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Salomat bo'ling, kasal bo'lmang deb qolamiz.